99,9% odam bu vaqtda uyida. Yo uxlayapti umuman turmasdan. Yo bomdodda uyda o'qigan bo'lsa, bomdodda o'qib olib, yotib yana davom etkazyapti. Yo nonushta qilib o'tiribdi, yo choy ichib o'tiribdi. Faqat bu yuguryapti. Nimaga? Minglagan, 100 minglagan oilalar, 100 minglagan odamlar issiq uyida, issiq ko'rpasida tashqariga chiqishga ham erikib turganda, bu odam issiq kiyib olib, pag'a bug'di chiqarib, burnidan og'zidan yugurib ketyapti. Agar shunaqa bir apparat bo'lsa, bunday qilib turib ko'rsang, irodasi 70%, irodasi 30%, juda ko'pchiligimiz 50 dan past bo'lsa kerak. Menga tutmaylar qo'ring domla. Men bilaman o'zim irodamni qanaqaligini, men kerak emas. Bu darslar birodarlar, shubha yo'q, har bittamiz, mana shu yerda o'tirgan har bitta musulmon odam o'zini hozirgi turgan holatidan balandroq holatda bo'lishini xohlaydi. Ya'ni fiziki formasi bundan ham zo'r bo'lishini xohlaydi. Ilmiy darajasi hozirgidan ham balandroq bo'lishini xohlaydi. Sog'ligi, axloqi, qo'yingki, hozirgi turgan holatingizdan balandroq bo'lishni xohlaysiz. Va bu yaxshi, normal holat. Tushunarlimi? Hammamiz balandroq bo'lishni xohlaymiz. Pulimiz ham ko'proq bo'lishini xohlaymiz, kuchimiz ham va hokazo. Ana shu o'zi xohlayotgan, o'zi yetmoqchi bo'lgan maqomga yetishdan uni nima to'sadi? Qaysi narsaning zaifligi ana shu maqsadga yetishdan to'sadi? Irodasining zaifligi. Iroda. Bu o'ta bir muhim mavzu. Har bittamiz komil axloqli, go'zal xulqli, muhsin, kechirimli, payg'ambarimizning sallallohu alayhi vasallam sunnatlari bilan ziynatlangan bo'lishini xohlaymiz. Hammamiz xohlaymiz zokir banda bo'lishni. Hammamiz xohlaymiz shokir banda bo'lishni. Lekin nima uchun doim o'zimiz orzu qilgan martabadan pastda turamiz? Nima uchun yetmoqchi bo'lgan maqomimizga yetishlikdan bizga to'siqlar bor? Nima uchun turgan holimiz bilan orzu qilgan maqomimiz o'rtasida katta masofa bor? Mavzu shunaligi, 100% hammamizda shu narsa bor. Masalan, qaniyda bir pora Qur'on yodlab olsam deydi bittasi. Bir pora yodlab olgandan keyin endi 2 pora yodlab olsam deydi. Keyin 30 pora yodlab olsam deydi. Ha 30 pora yodladi. 30 pora yodlaganda qarang-da, u ham o'zini holatidan balandroq bo'lishni xohlaydi. Nimani xohlaydi? 10 xil qiroatdan ijozat olsam deydi-da, qora aka, to'g'rimi? Qarang, o'zi bir 30 pora Qur'onni yodlab olsa, bitta qiroat bilan katta narsa, lekin yana ham yuksakroq bo'lishni xohlaydi. $1 million bo'lsa yetardi deydi. $1 million bo'lsa yetadi deydi. Yo'q, yetmaydi. O'sha 1 million bo'lgan kuni endi 10 million deydi. Demak, inson qaysi holatda turganidan qat'iy nazar yana ham balandroqqa chiqishlikni xohlaydi va bu normal holat. Bu tabiiy holat. Ammo ana shu maqsadga yetishdan uni to'sayotgan narsa irodasining zaifligi. Tasavvur qiling. Qish, yakshanba tongi bomdodda jamoat bilan o'qidingiz, to'rttez bo'lib o'tirib bir aytilgan nonushtaga ketyapsiz. Qish, sovuq, bomdoddan keyingi vaqt, yakshanba tongi yo'lda ketyapsiz, bir odam issiq sportivni kiyinib, boshiga issiq shapkani qo'yib, krossovkasini kiyib, og'zidan pag'a bug'i chiqib yugurib ketyapti. Uni nima yugurishga majbur qildi? 99,9% odam bu vaqtda uyida. Yo uxlayapti umuman turmasdan. Yo bomdodda uyda o'qigan bo'lsa, bomdodda o'qib olib, yotib yana davom etkazyapti. Yo nonushta qilib o'tiribdi, yo choy ichib o'tiribdi. Faqat bu yuguryapti. Nimaga? Minglagan, 100 minglagan oilalar, 100 minglagan odamlar issiq uyida, issiq ko'rpasida tashqariga chiqishga ham erikib turganda, bu odam issiq kiyib olib, pag'a bug'di chiqarib, burnidan og'zidan yugurib ketyapti. Nimasini kuchi yetdi? Chiqishga irodasini. Agar shunaqa bir apparat bo'lsa, bunday qilib turib ko'rsang, irodasi 70%, irodasi 30%,
Juda ko'pchiligimiz 50 dan past bo'lsa kerak. Menga tutmaylar qo'ring domla. Men bilaman o'zim irodamni qanaqaligini. Men kerak emas. Bu darslar birodarlar nafs tarbiyasi. Nafs tarbiyasi. Biz ana shu qalbimizni, nafsimizni tarbiya qilmasdan turib, Alloh taoloning roziligiga yetisha olmaymiz. Va nafsin va ma sawaha fa alhamaha fujuraha va taqwaha. Qad aflaha man zakkaha va qad khaba man dassaha. Qarang, nafsni raso qilib yaratgan zotga qasam. Nafsni fujurini ham, taqvosini ham ilhom qilib qo'ydi. Ya'ni ikkala tomonga og'olaydi nafs. Fisq fujur tomonga ham og'olaydi, taqvo tomonga ham og'olaydi. Ikkala tomonga teng engisha oladi. Qad aflaha man zakkaha. Ana shu nafsini poklagan yutdi, nafsini ko'yiga kirgan yutkizdi. Ana shu 99% odam nafsini ko'yiga kirib o'tiribdi uyda. Nima qilib? Qaynoq choyni ichib yoki issiqqa o'ralib yotibdi. Bu yuribdi. Diqqat. Odatlaringni o'zgartirib yuborishga quvvati yetadigan darajadagi kuchli irodaga ega bo'lishing bu katta narsa. Qaytaramiz. Odatlaringni o'zgartirib yuborishga quvvati yetadigan darajadagi kuchli irodani bo'lishi katta narsa. Irodasi kuchli odamlarni nazarida umuman aqlga sig'maydigan narsalarni ham qilishlikka qodir bo'ladi. Bu odam yuguryapti. Bu kuchli iroda qanday paydo bo'ldi bu odamda? Nafsini yengishlikka unga nima quvvat berdi? U kishi qachon nafsini yengishga kuchi yetdi? Bu yerdagi asosiy savol shu. Qachon kuchi yetdi? Qachon nafsini sindirishga kuchi yetdi? Qachon irodasi quvvatli bo'ldi? Uni mana shu ishni qilishlikka turkisi ilmi bo'ldi. Qarang, unga nima turtki bo'ldi? Uni irodasini qaysi narsa quvvatli qildi? Nima sababdan u boshqalardan ajralib turibdi? Ehtimol uni irodasini kuchli bo'lishligiga tabiblarning so'zi sabab bo'lgandir. Tabiblar nima deyishdi? Agar yurak sog'lom bo'lsa, jasad ham sog'lom bo'ladi. Agar yurak zaif bo'lsa, aynisa, jasad ham ayniydi. Yugurish yurakni quvvatli qiladi. Kam harakatlik, yalqovlik yurakni zaiflashtiradi. Tabiblar aytishgan edi yana, agar kishi o'zining yuragining ishiga beparvo bo'lsa, yosh katta bo'lganda juda ko'p muammolarga sabab bo'ladi bu narsa. Ehtimol mana shu so'zlar uni irodasini quvvatli bo'lishiga sabab bo'lgandir. Demak, shu ilmdan xabardor bo'lgandan keyin u yugurishni boshladi. Uning irodasini quvvatli qilgan narsa ilm. Kishining irodasini quvvatli qiladigan narsa ilm. Demak, seni hozirgi holating bilan sen yetmoqchi bo'lgan holating orasida katta masofa, katta farq bor bo'lsa, buni sababi irodangning zaifligi. Irodangning zaifligini sababi esa ilmsizlik. Ma'qulmi? Demak, Allohga seni olib boradigan eng ishonchli yo'l bu ilm. Masalan, ilm kishini irodasini quvvatli qilar ekan. Aniq bilasan. Nimani? Sunnatni mahkam ushlasang, baraka topishingni. Shuning uchun qiyin bo'lsa ham sunnat amalda qilasan. Aniq bilasan. Nimani? Haromga qo'l ursang, xor bo'lishingni. Shuning uchun haromdan tiyilishlikda irodang quvvatli. Boshqalar tark qila olmayotganda boyga harom ishni sen shart tark qilasan. Ikkilanmasdan shart tark qilasan. Nimaga? Ilming bor. Bu haromga qo'l ursang, xor bo'lishing aniq. Tarozidan urishni katta gunohligini aniq bilasan. Ana shu aniq biliming tarozidan urmasligingga olib boradi. Masalan, nimaga ular uryapti? Biz 100 so'm foyda qilsak, bir qop shakar sotib, ular 250 so'm foyda qilar edi va 150 so'm ko'proq foyda topganligini yutuq deb bilar edi. Uni qilma desiz, to'xtata olmas edi u ishni. Nimaga? Aniq ilmi yo'q edi-da.
oshpazlar, ustalar hamma qilyapti-yu deb turib, klient hisobidan pulni urasizlar-ku, ikki xil narx yozdirib. Santexniklar ham deb qo'y. O'tgan safar doktorlarda o'dim. Doktor emas, u hammamizga tegishli. Hammamizga tegishli. Keladi, gaplashib qo'yadi. Aka, men unitasi qancha? 5000 so'm. Hozir klient olib kelaman, 6000 ga urasiz, 1000 ni chiqarib berasiz deydi. Hamma qilyapti-yu, hamma qilaversin. Endi Allohni tanigan, halol haromda aniq bilgan odam ana shu 1000 so'm puldan voz kechishlikka irodasining quvvati yetadi. Nima sababdan? Aniq bilganligidan. Demak, bir amalni qat'iy va doimiy suratda ikkilanmasdan bajarishing uchun ana shu qilayotgan ishing haqida ilming bo'lish kerak. Yana bitta misol, ustozlarni nazaridan qolishlik insonni, tolibi ilmni xor qiladi degan narsani aniq bilasan. O'shuning uchun ustozga hech qachon tikka qaramaysan, ustozni norozi qilmaysan. Aniq bilasan, hunar o'rgatgan usta, ilm o'rgatgan ustoz ki senga bir narsa o'rgatdi u odam, foydali, yaxshi narsa o'rgatdi. Uni muhabbatini qozonsang, u sendan rozi bo'lsa, seni ko'rganda ko'zi, qalbi quvonadigan bo'lsagina, undan o'rgangan narsangdan baraka topasan. Shuni aniq bilganliging uchun seni irodang quvvatli bo'ladi, uni rozi qilishlikka, uni xursand qilishlikka. Bir gunohni tark qilishingiz uchun odamlar tark qila olmayotganda, bir savobli amalda doimiy suratda qilishligingiz uchun odamlar qila olmayotganda, sizga mustahkam iroda kerak. Ha, mustahkam iroda qachon bo'lar ekan? Ana shu narsa haqida ilmingiz aniq bo'lsa. Agar ilming ziyoda bo'lsa, ana shu narsa haqida irodang ham kuchli bo'ladi. Agar irodang kuchli bo'lsa, ko'zlagan maqsadingga albatta yetasan. Maqsadingga yetishlikda nima uchun zaiflik qilding? Irodang zaif. Nima uchun irodang zaif? Ilming oz. Odamlar bor, ovqatdan o'zini tiya olmaydi. Ko'p yeydi. Buning ustiga harakati ham deyarli yo'q. Piyoda yurmaydi. Oshxonaga ham eshiging tagiga to'xtab ovqatlanadi, aptekani ham eshiging tagiga borib tushib dori oladi. 50 metr ham piyoda yurmaydi. Bunaqalar uzoq yashamaydi. Ha, birodarlar, bizchi ajalga iymon keltirganmiz. Alloh taqdir qilgan kuni ajal keladi deymiz, ammo sog'ligini saqlash sabablarini ham qilishlikka buyurilganmiz. O'zini yeyish ichiga qaramagan, xatti-harakatiga beparvo bo'lgan odamni qilayotgan mana shu ishi, tutgan mana shu yo'li sabablarni tark qilishlik deyiladi. Uni mana shunday turmush tarzi ajalini tezroq kelishligiga sabab bo'ladi. Ana shu irodasining zaifligi uni vafotiga sabab bo'ladi. Demak, insonning ilmi kamaygani sari uning irodasi zaiflashib boradi. Ilm ziyoda bo'lgani sari u kuchayib boradi. Irodang kuchaygani sari maqsadingga yaqinlashib borasan. Biz doim kutamiz nimani? Inshaalloh dushanbadan boshlayman. Seshanbadan xudo xolasa yuguraman chiqib, o daryoda bo'yida. Xudo xolasa dushanbadan trenajyorga boraman. Xudo xolasa dushanbadan ovqatni nima qilaman 50% ga qisqartiraman. Doim nimanidir kutamiz. Bilamiz qilish kerakligini. Nimaga shart boshlab olmaymiz? Irodamizning zaifligidan. Tashqaridan kimdir kelib bir kun bizni nima qilib qo'yadi? Tuzatib qo'yadi-da. O'shuning uchunchi biznikilar vez tashlash kerak desa, nima yeyish kerak deydi. Mana kasaldan qutulish kerak desa, nima ichish kerak deydi. Biz albatta bir narsa yeyishimiz kerak. Yo bir narsa ichishimiz kerak. Vesimiz o'rniga tushishi uchun, figuramiz tekis bo'lishi uchun, bir kasaldan qutulishimiz uchun albatta yeyish kerak-da. Unaqa bo'lmaydi. Unaqa bo'lmaydi. O'zi yeb kasal bo'lding o'zi. Iroda. Alloh azza va jalla marhamat qiladi. Astagfirullah. Va la taturdillazina yad'una robbahum bil g'adati wal ashiyyi yuriduna wajha.
ertayu kech Parvardigorlarining yuzini istab, unga iltijo qiladigan zotlarni huzuringizdan haydamang. Ya'ni Allohning yuzini istaydiganlar, Allohning yuzini, roziligini istagan insonlar bor. Bunday insonlar tasavvuf ilmida murid deyiladi. Ya'ni bir narsani xohlayotgan inson. Murid deganda shuni tushuninglar. Murid Alloh va Rasulining roziligini istayotgan odam. Nafs ulamolari o'zlarining shogirdlarini murid deyishadi. Murid so'zining ma'nosi Allohning yuzini istagan inson, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning roziligini istagan inson. Astagfirullah. Va ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha'a wajhi robbihil a'la va la sawfa yarda. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu juda ham bir saxovatli, boy, badavlat inson bo'lgan. Juda ko'p xayr-infoq qilgan, ihson qilgan. Taniganiga ham, tanimaganiga ham. Alloh taolo bu zotni maqtab Qur'onda oyat nozil qildi. Aytadi: "U taqvodor zot huzurida zimmasida biron kimsaga qaytariladigan ne'mat yo'qdir." Ya'ni Abu Bakr Siddiq kimga yaxshilik qilgan bo'lsa, hech kim unga qarzdor emas. Abu Bakr kimga foydasi tekkan bo'lsa, Alloh uchun qilgan. Mana Alloh aytadi: "U faqat eng oliy zot bo'lmish Parvardigorining yuzini, roziligini istab, mol davlatini sarf qilur va yaqinda rozi bo'lur." Demak, murid Allohning roziligini istagan inson. Keyingi oyat. Astagfirullah. Va in kuntunna turidna Alloha va rasulahu wad-daral akhirata fa innalloha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari payg'ambarimizga bizni ham u yoq bu yog'imizni tekizlab bering. Talhani uydagidaqa parda, Zubayrni uydagidaqa palosh solib bering deb turib, dunyo matohini payg'ambarimizdan talab qilishni xohlashdi. Payg'ambarimiz ham ayollari ana shu dunyo matohidan ozgina qilib bering deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga og'ir botadi bu narsa. Mana shunda Alloh taolo mana shu oyatni nozil qildi. Ey payg'ambarning ayollari, agar Allohni, uning payg'ambarini va oxirat diyorini istaydigan bo'lsanglar, u holda shak shubhasiz Alloh sizlarning orangizdagi chiroyli amal qilguvchilar uchun ulug' mukofot, jannatni tayyorlab qo'ygandir. Demak, va in kuntunna turidnalloha va rasulahu. Agar sizlarda maqsadinglar Alloh va uning payg'ambarining roziligi bo'ladigan bo'lsa, sen birodar musulmonsan, dindorsan. Bu yerda bitta savol bor. Sen dindor sifatida nimani xohlayapsan? Bu juda ham muhim savol. Kimdir din orqali dunyo matohiga yetishlikni xohlaydi. Kimdir dindor bo'lib ko'rinib, dindor bo'lib odamlarning hurmatini ko'zlaydi. Kimdir ana shu diniy ilm o'rgatiladigan majlisga keladi, daromadini ko'paytirish uchun, daveriyaga kirish uchun, u falon domlani shagirdi degan nom uchun soqol qo'yadi, namoz o'qiydi, odamlar nasiya-tavarda osonroq berishi uchun. Kimdir tolib ilm degan nom olish uchun kelyapti. Va yana kimdir Alloh va uning roziligini ko'zlab kelyapti. Agar Allohni, uning payg'ambarini va oxirat diyorini istaydigan bo'lsanglar, u holda shak shubhasiz Alloh sizlarning orangizdagi chiroyli amal qilguvchilar uchun ulug' mukofot, jannatni tayyorlab qo'ygandir. Inson borki, uni jasadi bor, xohish isteklari bor, shahvatlari, mayllari bor. Odatda odam bolasi o'zining ana shu jasadining xohishlariga, mayllariga moyil bo'ladi. Ya'ni uxlagisi keladi, uxlab oladi. Ishlagisi kelmaydi, yotib oladi. Jasadini qaysi narsaga moyilligi bo'lsa, shu narsaga og'ib qoladi. Uyquni yaxshi ko'radi. Shuning uchun bomdodga turishni xohlamaydi. Kun chiqqandan keyin o'qishni xohlaydi. Jasad uydan ko'chaga chiqishni xohlamaydi qishki kunida. Jasad ilm majlisiga borishni xohlamaydi. Taroveh namoziga kelishni xohlamaydi.
Taravih namoziga kelsa ham 8 rakatdan keyin chiqib ketishni xohlaydi. Jasad 20 rakat turishni xohlamaydi va hokazo. Qo'yingki, mana shu jasad umuman qiynalishni xohlamaydi. Agar inson ilmsiz, ustozsiz, ko'rsatmasiz, ta'lim tarbiyasiz qoladigan bo'lsa, mana shu nafsini, shahvatini, xohishlariga qulligicha qolib qoladi. Agar inson o'zini havoyi nafsiga itoatkor bo'lib qolgan bo'lsa, shariatni hech qaysi talablarni bajarishni xohlamaydi. Tabiat uxlashni xohlaydi, ibodat qilishni xohlamaydi. G'aflatda ekanligi uchun shunday holatda bo'ladi. Sop-posoq ikkala oyog'i ho'kizdek sog'lom odamlar ham haligi puldorlik qiladida bir 200-300 realni berib qo'yib aravada o'tiradi. Mana shunday qilib status ko'rsatadi-da, haligi aravakashlar itarib yuradi. Senga Alloh oyoqni nimaga berdi? Ka'bani tavof qilishlik, Safo Marvada sa'y qilishlik, ana shu hajni, umrani sendan talab qilgan asosiy ish edi-yu. Jasadingni qiynash edi-yu maqsad o'zi. Yo'q. Piyoda yurmaydi. Uni puli bor. Sop-posoq. Yana anaqa elektrichkani qasini ham, samakatini ham olishib olardi. Bunday holat bunday ketadi. O'zi Ka'bani tavof qilgani borgan. Safo Marvada sa'y qilgani borgan. O'shunda ham nima qiladi? Jasad aytinglar-chi, qaysi bir amal shariatimizda bizga buyurilgan, u sunnat bo'lsin, farz bo'lsin, vojib bo'lsin, nafs uni xohlaydi. Qaysi amal bor? Shariat qaytargan undan, nafs uni xohlamaydi. Ko'ryapsizmi? Mana shu nafsiz xohlayotgan ishni qilmaganingiz uchun ajr olasizda. Qoida bu. Biz nafsimiz xohlamayotgan ishga majbur qilganimiz uchun savob olamiz. Nafsimiz xohlayotgan ishni qilmaganligimiz uchun Allohdan savob olamiz. Birodarlar, tushuninglar. Agar nafs tarbiya qilinmasa, ta'lim tarbiya bilan, ustoz bilan, yo'l yo'riq bilan yo'lga solinmaydigan bo'lsa, nima bo'ladi? Insonni halokatga olib boradi bu narsa. Bir kichkina o'g'lim bir 5 yashar paytida O'zganga bordik. Qish edi. Bir sayohat qatori borib, o'shada alinaqa bir do'lta-po'lta qilib olib kelamizda bordik. Aravada qishki kunida bitta shu bomj o'tiribdi. Qo'lida non. Kechasi bilan ichgan. Haligi nonni mana shunday qo'liga ushlab turibdi. Qarasam bir ibratli holat bo'lib qoldi. Bir chekkaga o'tib turib, o'g'limga qarab turing deyapman. Qarab turdik. 2-3 minut tomosha qilib turdik. Haligi qo'l og'ziga nonni olib kela olmayapti. Endi o'shini yesa, sal quvvatga kirib, arava itarib 3-4 so'm topib, bir ovqat yer qo'liga. Shu qo'li itoat qilmayapti. Nonni og'ziga olib kela olmay, shunday qarab turibdi. Turdik, anchagacha turdik. Keyin aytdim, qarang o'g'lim, mana shu yigit sizdaqa paytida maktabda o'qimay, katta bo'lganda bir hunar qilmay, tijorat qilmay, oila qilmasdan, nafsini tarbiyalamasdan, nafsini ko'yga kirib, kayf safoga, huzur halovatga, nafsini, havosini talabi bilan umr o'tkazuvdi. Allohga osiylik qilib, nafsiga itoat qiluvdi. Natijani qarang. Endi a'zolari unga itoat qilishidan bosh tortib, a'zolari osiy bo'lib turibdi. Tushunarlimi? Nafsiz xohlayotgan hamma narsani qilavering, xor bo'lishligingiz aniq. O'sha mana bu araqda oddiy qaraydigan xalqlar ham me'yorida ichsa normada turadi, odam qatorida turadi. Uni ham nafsi tinmasdan ichishni xohlaydi. Bir joy kelganda bo'l to'xta deydi, bugun dushanba deydi, ishga borish kerak deydi. O'sha nafsini sindirgani uchun odamlar qatorida odam bo'lib yuradi. Lekin o'sha me'yorga kelganda to'xta deyishni biladi. Allohga itoat qilmasdan nafsiga qul bo'luvdi, Allohga osiylik qiluvdi, endi uning a'zolari unga itoat qilmayapti, osiylik qilyapti. Demak, birodarlar, agar insonni nafsini o'zini holiga tashab qo'ysa, banda ana shu nafsi nimani xohlayotgan bo'lsa qilaversa, xorlikka olib boradi. Sodiq murid. Murid kim edi? Murid kim edi? Siz bilan biz. Allohning roziligini istayotgan, payg'ambarning roziligini istayotgan mo'min murid deyiladi. Iroda.
Irodaning ta'riflaridan bittasi nuhuzul qalbi fi talabil haqq. Haqni talab qilishda qalbning uyg'oqligi yoki uyg'onishi. Qalb uyg'onib ketadi. Haqni tanishlikda, haqni talab qilishida. Yana bir ta'rifi lawatun tuhawinu kulla rawatin. Har qanday qo'rquvni, mashaqqatni yengil, oson qilib qo'yadigan qalbning bir yonishi. Irodasi quvvatli bo'lgan odam qalbi bir yonadiki, bir charaqlaydiki, har qanday qiyin, mashaqqat bo'lgan narsa u uchun oson bo'lib qoladi. Saratonda ro'za tutishlikni musulmon bo'lmagan odamga aytsangiz, eshitib turib, "Ya, deydi. 16 soat yemay yurasanmi?" deydi. Ha? 16 soat suv ham ichmaysanmi deydi. 17 soat, 16 soat, 15 soat har xil. Ha? Yana ishlayverasanmi chiqib deydi. Ishlayveraman deysiz. Nima uchun sizga oson? Chunki irodangizda quvvati bor. Chunki Alloh taolo ro'zani farz qildi, tutishlik kerak. Allohni rozi qilaman degan maqsadingiz bor uchun, u maqsadingiz, Alloh haqidagi bilimingiz, sizga beriladigan savob haqidagi ilm sizni irodangizni quvvatli qildi. Nima qilasiz? Ikkilanmaysiz, ha? Demak, har qanday qo'rquvni, mashaqqatni yengil va oson qilib qo'yadigan qalbning bir yonishi. Allohni, payg'ambarning roziligini chinakamiga izlagan odamga har qanday mashaqqat oson bo'ladi. Mahol ishlar yengil bo'lib qoladi. Qanaqa narx bo'lsa ham Alloh va Rasulini rozi qilish uchun to'laydi. Ana, misol. Qur'onda Kahf surasida mana g'or egalari haqida bir qissa bor. Ashobul Kahf. Ashobul Kahf. Yosh yigitlar o'zlarini mo'l-ko'l, keng maishatdagi hayotini tashlab chiqib ketishdi. Chiqib g'orga kirib ketishdi. Nima sababli ular mana shunday hayotini tashlab chiqib keta oldi? Irodasining quvvati sababli. Mana shunday zo'r hayotni tashlab chiqib ketishlikka irodasi nima sababdan quvvatli bo'ldi? Alloh haqidagi ilmga ega bo'lganidan keyin. Allohni tanidi, jannat do'zaxni bildi, qiyomatning nimaligini bildi, bilganidan keyin bu dunyo hech narsa emas ekan deb chiqib ketdi. Alloh ham ularni ikrom qildi. 309 yil uxlatib qo'yib, yana qaytadan tiriltirib qo'ydi. Shuning uchun Allohning roziligini chinakamiga istagan murid Allohni zikr qilganda terilari titraydi, qalbi yumshaydi, ko'zlari yoshlanadi, Allohni yaxshi ko'radi. Hammamizni Alloh azza va jalla bitta nafsdan, bitta jondan yaratgan, Odam alayhisalomdan. Hammaning nafsi bir xil. Inna nafsa la ammaratun bis-su illa man rahima robbi deydi Alloh taolo Qur'onda. Albatta nafs yomonlikka buyuradi. Magar Robbim saqlagan bundan mustasno. Nafslarning hammasi Allohni tanishga tayyor bo'ladi. Nafslarning hammasi Allohni yaxshi ko'rishga tayyor bo'ladi. Nafslarning hammasi Allohga yaqin bo'lishlikka tayyor bo'ladi va shu bilan baxtli bo'lishlikka tayyor bo'ladi. Dunyoga kelganki odam Allohni tanishga tayyor, programmasida bor. Yaxshi ko'rishlikka tayyor, yaqin bo'lishga tayyor. Agar tanisa, yaxshi ko'rsa va yaqin bo'lsa, albatta baxtli bo'ladi. Puli qanchaligi muhim emas. Millati qanaqaligi muhim emas. Qaysi zamonda yashaganligi muhim emas. Rangi qanaqaligi muhim emas. Bizning zamonimizga kelib turib, eng baxtli odam kim desa, birinchi navbatda pulni aytamiz. Oddiy misol. Shunday o'tib ketasiz, ko'chada $100 turibdi, yotibdi ertamanda. Qanday bo'ladi holingiz? Nima qilasiz birinchi ishingiz, bilasizmi? U yoqqa qaraysiz. Podstava emasmi, u yoqqa qaraysiz. Xo'p, olmay o'tib ketdingiz. Faraz qiling, qiylanasizmi yo'qmi? Nazaringizda $100 ga qancha ishingiz bitardi? Sveti to'lab olardingiz. Tovuq yemalardingiz, qo'y yemalardingiz. Xo'p, o'tib ketdingiz. Qiylanyapsizmi? Demak, tushuncha hali johiliy.
Sizni shart o'tib ketganligi sizni o'zi irodangizni quvvatli ekanligini dalili emas. Olmasdan o'tib ketganligingizni o'zi irodangizni quvvatli ekanligini belgisi emas, iymoningizni quvvatli ekanligini belgisi emas. O'tib ketsangiz ham quvvatsizmi? O'tib ketsangiz ham quvvatsiz. Agar o'tib ketib siqilayotgan bo'lsangiz. Siz e'tiqodingizda nima edi? Bu birodar puli bu. Hozir yo'qotib qo'yib, qanaqa dili og'riyapti. O'tib ketib olgandan ko'ra xursandroq bo'lib keta olasizmi? Alhamdulillah, olmasdan o'tib ketdimi va hech qanaqa qalbimda noqulaylik his qilmadimi dedingizmi? Demak, irodangiz quvvatli ekan. Birodarlar, fikrlashni tuzatishimiz kerak. Bizni hammamizning nafsimiz Allohni tanishga tayyor. Allohni yaxshi ko'rishga tayyor. Allohga yaqin bo'lishga tayyor. Agar shunday bo'lsa, inson saodatli bo'ladi. Ammo g'ofil inson o'zini nafsini tarbiyalamaydi, o'zini holiga tashlab qo'yadi, natijada mana shu nafsini quliga aylanadi. Robbimiz nima degan edi? Va nafsin va ma sawaha fa alhamaha fujuraha va taqwaha. Nafsni raso qilib yaratgan zotga qasam. U nafsga Alloh ilhomni berdi. Taqvosini ham, fujurini ham. U nafs taqvo qilishga ham tayyor bo'ladi, fisq fujur qilishga ham tayyor turadi. Qaysi tomonga egish sizni qo'lingizda. Qod aflaha man zakkaha. Uni poklagan yutdi. Nafsini ko'yiga kirgan yutkizdi. Ilmingni ozligi irodangni zaifligiga olib boradi. Irodangni zaifligi esa sen o'zing istagan martabaga yetishingdan to'sib turadi. Qaytaramiz, ilmingni ozligi irodangni zaifligiga sabab bo'ladi. Irodangni zaifligi esa ko'zlagan maqsadingga yetishdan seni to'sib turadi. Harom narsani savdosi. Bu narkotik moddasi bo'lsin, aroq bo'lsin, boshqa bir haromiyat bo'lsin, katta daromad keltiradi. Mana shu harom haqida ilmi yetarli bo'lgan odam har qancha katta foyda keltirishni bilsa ham undan voz kecha oladi. Nima uchun? Ilmi borda. Haromda bu. Harom. Ana shu narkotik moddasini sotib boyigan odamlar millionlari bordir. 10 tadan hovlilari bordir. Lekin bu boylik nimani ustiga qurilgan? Yosh umrlarni qirqishlik, yosh kelinlarni tul qoldirib, yosh bolalarni yetim qoldirib, ota-onalarda qaqshab qarg'ashiga ustiga qurilgan. U har qancha katta daromad keltirsa ham, yo'q, buni oxiri voy bo'ladi deydi-da, irodasi quvvatli odam, ilmi bor odam bu narsadan voz kecha oladi. Haqiqatan qaranglar-da, ukalar. Siz bilan biz o'sha harom bilan ishib ketgan odamlarni ishib turgan holatini ko'ramiz. Mana yosh kattalardan so'raylar-da. Sizlar hozir kinoni birinchi seriyasini ko'ryapsizlar. Uni ikkinchi seriyasi ham bor. Qaraganda nima bo'ldi? Bola chaqasi nima bo'ldi? Uy-joy nima bo'ldi? Nima nom bilan ketdi dunyodan? Ammo ana shu harom narsani haromligi haqida ilmi bo'lmagan odamchi, haromni nimaligini bilmagan odamchi, u voz kecha olmaydi. Chunki ilmi yo'q. Mana shu g'am hammamizda bor bo'lsa kerak deb o'ylayman. Qanaqa g'am? Har bitta musulmon namozim bundan ham yaxshiroq bo'lsa edi degan g'ami bor. Ro'zam bundan ham komilroq bo'lsa edi degan g'ami bor, o'yi bor. Sadaqam, haj, umram yana ham go'zalroq bo'lsa edi degan g'ami bor. Qur'on tilovatim yana ham chiroyli bo'lsa edi degan g'ami bor. Ihsonni kattaroq qilsam edi degan g'ami bor. Istiqomam oliy bo'lsa edi. Modomiki mana shunaqa bo'lsa edi deyaptimi shu ishlarini? Demak, shu ishlarida o'zini nuqsonli ekanligini bilyapti shu odam. Qaytaraman. O'sha namozi, ro'zasi, sadaqasi, axloqi, Qur'on tilovati mana shularim yana ham zo'roq bo'lsa edi deyaptimi? Demak, nuqsonli ekanligini his qilyapti. Endi ana shu nuqson bormi? Buni sababi irodaning zaifligi. Bir odam aytadi:
Do'stim shifoxonaga deydi, tushib qoldi, bordim ko'rgani. O'pkasidan operatsiya qilishibdi, yarmini kesib tashabdi. Sigaretni uzoq yillar chekkan, o'pkani yarmi ketgan. Borib ziyoratiga kirsam, aytayapti. Banisadan eson-omon chiqib olay. Mana shu sigaret bilan bir qattiq hisobim bor. Lekin u kasal uni shifoxonadan sog'lom bo'lib tirik chiqishiga sabab bo'lmadi, o'lib qoldi. Ilmli odam edi, oliy ma'lumotli odam edi, lekin uzoq yillar davomida tamakini chekdi. Nima uchun tashlab yubormadi? Irodasini quvvati yetmadi. Qachon o'sha irodani topdi o'zida? Qachon tashlayman bu sigaretni dedi? O'pkasini yarmi ketib bo'lganidan keyin. Mana shundan keyin irodasida quvvat paydo bo'ldi. Fursat o'tib ketishidan avval topiladigan kuchli iroda bilan vaqt o'tib ketgandan keyin topiladigan kuchli irodani o'rtasida katta farq bor. Qarilar biladi. Yoshlikda mana qilish kerak ekan, chunki o'tib bo'ldi-da. Endi irodangiz kuchli, lekin kalla emas. Pulingiz ham bor, vaqtingiz ham bor, xohishingiz ham bor, lekin endi zehn emas, sog'lik emas. Fursat o'tib ketishidan avval topiladigan kuchli iroda bilan vaqt o'tib ketgandan keyin topiladigan kuchli iroda orasida farq bor. Eng to'g'ri yo'l irodani ilm bilan quvvatli qilish. Eng to'g'ri yo'l irodani tajriba bilan emas, boshdan o'tkazib emas, ilm bilan quvvatli qilish. Fursatni boy berib bo'lgandan keyin, boshidan o'tkazib bo'lgandan keyingi tajribani ustiga qurilgan kuchli iroda endi sizga foyda qilmaydi. Bankdan riboga pulni oladi. Hamma olyapti-yu deb. Ishi yurishib ketadi. Boshida. Nazarida biznesini avvalo zo'r ketadi. Ammo biroz vaqt o'tgandan keyin ribo o'zini ishini, o'zini kuchini ko'rsatadi. Bankrot bo'ladi. Uyini sotadi. Ko'chada qoladi. Mana endi aytadi. Bilimli bo'ldi-da. Riboga pul olmaslik kerak ekan. Endi hech qachon riboga pul olmayman degan kuchli iroda paydo bo'ldi, lekin bu irodaning endi unga foydasi yo'q. Ammo ilm talabida bo'lib, shu ilm bilan irodani quvvatli qilib oladigan bo'lsang, umringni avvalida bu iroda senga albatta foyda olib keladi. Ulamolar aytishadi, muridning sifatlaridan nafl amallar bilan Alloh taologa yaqin bo'lishlikka doim intiladi. Murid bu Alloh va Rasulini roziligini istab harakat qilayotgan odam. Ya'ni hammamiz muridmiz. Nimanidir xohlayapmiz. Nafl amallar bandani Allohga suyukli qilishini bilganidan keyin bu murid bo'lgan banda nafl ibodatlarga polvon bo'lib qoladi. Nafl namozlar o'qiydi, nafl ro'zalar tutadi, Qur'on tilovat qiladi, ko'p zikr qiladi, nafl sadaqalar qiladi. Zikrda nima ekanligini bilganidan keyin diqqat e'tiborli bo'ladi. Birodarlar, qaranglar-da, zikr ajoyib ibodat. Alloh taolo bizga vojib qilgan qanaqa amal bo'lmasin, uni vaqti bor, hisobi bor, sharoiti bor. Masalan, namoz 5 vaqt o'qiysiz. O'qiladigan vaqti tayin, necha rakat o'qishingiz tayin, qiblaga qarab turishingiz kerak, shartlari bor. Roza, Ramazon rozasi. Albatta Ramazonda bo'lish kerak. Albatta tongda saharda saharlik qilish kerak. Shartlari bor. Haj. Hajni aniq belgilangan kuni bor, oyi bor. Haj amali qilinadigan joy bor. Ihrom kerak, miqot kerak, Ammo zikr unaqa emas. Zikr mutlaq aytilingan. Ya ayyuhallazina amanu zikrulloha zikron kathira. Ey mu'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. Juda ko'p oyatlarda o'tirib, turib, yurib, yonboshlagan holda zikr qiladi deydi. Shuning uchun Allohning roziligiga intilgan murid banda nafl amallarni qilishlikka quvvatli bo'lib qoladi, polvon bo'lib qoladi.
Qarang, shu narsalarni fazilatini bilgandan keyin yana irodasi kuchli bo'ldi-da. Aytdik-ku, irodangizni quvvatli qiladigan narsa ana shu yetmoqchi bo'lgan narsangiz haqidagi ilm. Ilmingiz qanchalar mustahkam bo'lsa, iroda shunchalar quvvatli bo'ladi. Qilgan sadaqangizni Alloh taolo 10 barobar qilib, xohlasa 700 barobar qilib, ziyoda qilib berishini bilganingizdan keyin ana shu amalga ham polvon bo'lib qolasiz. Demak, birinchi olgan qoidamiz, haqiqiy murid banda nafl amallarni qilishlikka haris bo'ladi. Alloh taolo hadis qudusiyda aytadi: "Va ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Bandam deydi Alloh taolo, menga nafl ibodatlarni qilishlik bilan tobora yaqinlashib boraveradi, shu bandamni yaxshi ko'rib qolaman. Nafl amallarni qilishimiz Allohning bizga bo'lgan muhabbatini sababi. Ma'qulmi? Ha, nafl amalni qilmagan odam gunohkor bo'lmaydi. Bu nafl amallarni qilishimiz Allohning muhabbatiga sabab bo'ladi. Yana murid yana xilvatni yaxshi ko'radi. Yolg'iz turishlikka qalbi moyil bo'ladi. Shunaqa odamlar bo'ladi. Hech ham yolg'iz tura olmaydi. Hech ham jim tura olmaydi. Doim kompaniyada turish kerak. Doim bir kim bilandir gaplashib turish kerak. Bekor qoldingiz bo'ladi, nima qilyapsan? Nima qil? Gaplashib berdi. Nimaga doim aloqada bo'lib turish kerak, aytingchi? Murid odam Allohning roziligini haqiqiy iroda qilgan murid yolg'izlikni yaxshi ko'radi. Ammo biz aytayotgan jamoatchi odamlar yolg'iz o'tira olmaydi. Yolg'iz qolsa o'zini noqulay his qiladi. Odamlarsiz tura olmaslik. Mana shu kasal muflislikning alomati deyiladi. Muflis kim edi? Bankrot deb qo'yamiz-a? Hamma yo'g'idan ajragan, hech vaqosi yo'q odam muflis deyiladi. Muflislikning alomati min alamatil iflas, ya'ni muflislikning alomatlaridan bittasi yolg'iz tura olmaslik. Sodiq murid esa yolg'iz qolishni xohlaydi, sababi o'tirib Robbisi bilan gaplashadi-da. Ya'ni munojat shunaqa ibodatki, yoningizda hech kim bo'lmaydi. Hech kim yo'q, mashinangizga ketyapsiz, tolada ketmon chopyapsiz, hech kim yo'q. Shu yerda siz xuddi ro'paringizda turgan odamga gapirayotgandaqa Allohga gapirasiz. Sizni eshitayotganiga aniq ishonib turib gapirasiz Allohga. O'sha munojotni mazasini tushunib qilib ko'ringlar, ukalar. Sizlarga endi mana qo'linglardagi zolmonda munojotga yo'l qo'ymaydi. Bekor qoldinglar, qaraverasizlar, bekor qoldi, qaraverasizlar. Yolg'iz qolib ko'ringlar-da, mazza oladi. Qilib ko'ringlar-da. Mana hozir yolg'iz mashinada ketadigan odam gaplashib ko'ring-da. Yoki ertalab ishga ketyapti, gaplashib ko'ring-da. Ovoz chiqarib gapiring, обязательно, quloqingiz eshitsin. Endi unisni his qilasiz. Demak, haqiqiy sodiq murid Robbisi bilan bo'ladigan xilvati bor. Yolg'iz o'tirib Robbisiga munojot qiladi, zikr qiladi, tilovat qiladi, gaplashadi Robbisi bilan. Endi munojotni nimaligini bilganingizdan keyin, uni mazasini totib ko'rganingizdan keyin albatta yolg'izlikni xohlab qolasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana 40 yoshga kirganlarida Nur tog'idagi Hiro g'orida chiqib haftalab o'tirganlar. Ana shu joyda payg'ambarimiz bir necha haftalab qolib ketganlar. Endi savol tug'iladi. Vahshatni his qilmaganmikin? Kechasi ham qolib ketadi, tasavvur qiling. Ha, vahshat bor, lekin Allohga bo'lgan payg'ambarimizning unsi ana shu vahshatni yengib yuboradi. Qanchalar sodiq murid bo'lsang, shunchalar ana shu unsni his qilasan. Qanchalar Allohga yaqinlashsang, ana shu unsga shunchalar yaqin bo'lasan. Ana shu uns har qanday vahshatni yengib yuboradi. Allohga bo'lgan unsni his qilasan degani Allohga yaqin bo'lganingni his qilasan. Sodiq muridning alomatlaridan. Demak, u xilvat, yolg'izlik bilan qalbi xotirjam bo'ladi. Sodiq murid Allohning amrini hamma narsadan ustun qo'yadi.
Sodiq murid Allohdan uyaladi. Hech kim ko'rmaganda ham uyaladi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhu shu darajada hayoli, uyatchan inson bo'lganki, g'usl qilishlik kerak bo'lganda qorong'u xonaga kirib yechinib g'usl qilar ekan, aytar ekan: "Parvardigor, agar bundan ham afzalroq yo'li bo'lganda shuni qilardim" der ekan. Hayo, halimlik, muloyimlik, uyatchanlik xulqlarning sayyidi deyiladi. Demak, haqiqiy murid banda Allohdan hayo qiladi. Man qilingan ishlarning ustida Robbisi uni ko'rishidan hayo qiladi. Uni roziligiga intiladi. Qur'on tilovati, solih insonlarning xizmati, da'vat, kamtarlik. Allohga nima yaqin qilsa uni, Allohga nima uni yaqin qilsa shuni qiladi. Qaysi narsa uni Allohdan uzoq qilsa, shu narsadan uzoq bo'ladi. Sodiq muridning alomatlaridan qanoat. Qo'lida bor, yo'q, birovga shikoyat qilmaydi. Qanoat qiladi. Doim sabrli, doim rozi. Ammo dunyoni istagan odam doim och bo'ladi. Doim norozi bo'ladi, haris to'ymas bo'ladi. Muridning sifatlaridan al-muridu man kana nawmuhu g'alaba. Haqiqiy murid uning uyqusi unga g'olib bo'ladi. Nima degani? Alohida uyquni marosim qilib, oyog'ini cho'zib, tayyorgarlik ko'rib yotmaydi. Ko'zi uyquga ketib qolganda uxlab qoladi. Allohni roziligini, Allohni yuzini, payg'ambarning roziligini sidq dildan xohlagan odam murid deyiladi. Ana shu muridning alomatlaridan uyqu uni harakatsizlantirib qo'ygandagina o'chib qoladi. Charchab yiqilib qolganda uxlaydi. Uyquni hayotning lazzatlaridan deb bilmaydi. Uyqu u uchun zarurat. Haqiqiy murid uyqu u uchun zarurat. Mana misol tariqasida biz Imomi Navaviyni aytishimiz mumkin. Imomi Navaviy, birodarlar, mana oila qilmagan, uy solmagan, 45 ga kirganda vafot etgan. Qarang, xuddi bir o'sha qisqa umr ko'rishini sezganday bo'lgan ekanda, umrini ilmga sarflagan. Masjidni bir kichkinagina hujrasini ajratib berishgan, shu yerda yashab, shu yerda turib, shu yerda ijodini qilgan. Shu darajada xona tor bo'lgan, kitoblar bilan to'lganki, bironta odam ziyoratiga kelsa joy yo'q. Kitoblarni surib turar ekan, o'tkazib 5-6 minut suhbat qilib chiqarar ekan. Ana shu Imom Navoiy kitob o'qiyotibmi, kitob yozyotibmi, uzoq o'tirganidan uxlab qolar ekan shunday. Qo'lida qalami, qo'lida kitobi bilan 10 minut uxlaydimi, 20 minut uxlaydimi, shunday o'g'anar ekan, davom etkazib ketaverar ekan. Organizm o'chib qolgan paytda uxlar ekan. Alohida oyog'ini uzatib, marosim qilib uxlamagan ekan. Mana qarangda, u kishi ham o'tib ketdi. U kishining zamonida, u kishidaqa yashagan, qasrlarni solgan boylar, podshohlar, sultonlar qanchasi o'tib ketdi, minglagani. Hech qaysisini ismi aytilmayapti. Lekin Imom Navaviyning ismi aytilyapti-ya. Chunki murid bo'lgan ekanda bu kishi. Astagfirullah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ularning yonboshlari o'rin joylardan yiroq bo'lur. Ya'ni tunlarda kam uxlashadi. Ibodat bilan o'tkazadi tunni. Ular Parvardigorlariga qo'rquv va umidvorlik bilan duo iltijo qilurlar va ularga biz rizq qilib bergan narsalardan infoq ihson qilurlar. Demak, muridning uyqusi unga g'olib bo'ladi, ovqati oddiy bo'ladi, gaplari zarurat bo'ladi. Muhim savol. Nima uchun bir odam ibodatga yangi kirgan paytida din diyonatni o'qib o'rganib, endi namozga, ro'zaga, savobli amallarga kirishgan paytda ishini avvalida ibodatda ishtiyoq katta bo'ladi? Nima uchun boshida amallarda g'ayrati serob bo'ladi, keyin vaqt o'tishi bilan susayib ketadi? Ana shu amallardan zerikishlik paydo bo'ladi. Savol tushunarli-a? Hali endi namozga kirishgan odam qarasang, 5 mahal masjidga qatnayotganini ko'rasan.
zo'r kirdi namozga deysan. Shijoat bilan keladi, keyin qarasangiz nima uchun ibodatni avvalida ishtiyoq, shijoat, g'ayrat zo'r bo'lgan, keyin vaqt o'tishi bilan susayib ketishlik, hatto shu amallardan zerikishlik paydo bo'ldi? Javob: kimning irodasi avvaldan to'g'ri bo'lmagan bo'lsa, kunlarning o'tishi uni maqsadidan faqatgina orqaga qaytaradi. Kimning irodasi avvaldan to'g'ri bo'lmagan bo'lsa, kunlarning o'tishi uni maqsadidan faqat orqasiga qaytaradi. Ya'ni mana shu bir dinga, taqvoga, solih amallarga kirishayotganida, iymon yo'liga endi qadam qo'yishni boshlagan paytida, ishning avvalida faqat Alloh va payg'ambarning roziligi degan narsani niyat qilmagan bo'lsa, vaqt o'tishi uni bu amallardan zeriktiradi. Hurmat e'tiborni niyat qilgan, majlislarni to'risini niyat qilgan, obro', hurmat, mana shu narsalarni niyat qilib boshlagan bo'lsa, bunaqa odam boshida ibodati zo'r bo'ladi, keyin vaqt o'tishi bilan niyati boshida chataq bo'lganligi uchun bu amallardan nima bo'ladi? Zerikadi, malollanadi, yalqov bo'ladi, natijada Allohdan uzilib qoladi. O'zi bu amallarga kirishlikdagi maqsad Allohning roziligimidi? Iymon yo'liga kirding, shu yo'lni avvalida niyatingda sodiq, rostgo'y bo'lmagan bo'lsang, haqni talab qilishda irodang to'g'ri bo'lmagan bo'lsa, irodang noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, agar mana shu iymon yo'liga dunyoni topish maqsadida yurgan bo'lsang, odamlarni hurmat e'tiboriga yetishlik uchun yurgan bo'lsang, kunlar o'tgan sari bu yo'ldan malollanayotganingni, zerikayotganingni ko'rasan. Bunaqa holga tushib qolgan odamlar aytadi, gap, ko'p eshitdik deydi, zerikdim deydi. Namozga yalqov, zikrda aytsa g'aflat bilan aytadi, hajni tijorat qilib oladi, vojib bo'lgan amallarni shaklini, suratini bajaradi, ibodatlari quruq yotib turishlik bo'lib qoladi. Demak, mana shu din, diyonat ishiga kirishayotgan paytda ishning avvalida niyati to'g'ri bo'lmagan bo'lsa, irodasi Allohning roziligi bo'lmagan bo'lsa, odamlarning dunyosi, odamlarning qo'lidagi matohini maqsad qilgan bo'lsa, bu amallar vaqt o'tishi bilan sizni zeriktiradi, malollantiradi, oxiri bu amaldan to'sib, Allohdan sizni uzoq qilib qo'yadi. Ko'zni tiyish Allohning buyrug'i ekan. Ilohiy amr ekan. Eshitdi, bildi, ko'zini tiydi. Natijada qalbini to'ldirgan bir halovatni topdi. Bo'ladi-yu, shunday qaraysizda harom degan narsa keladi, shunda ko'zingizni olib qochasiz. Qarab maza qilgandan ko'ra ko'zingizni olib qochganingizning mazasi zo'rroqligini topasiz. Ko'zingiz qandaydir nafsiz shaytonning vasvasasi bilan yoqadi sizga, tekkiz narsa ekan, va hokazo ekan. O'shani teskari qarab turib, kim uchun ko'zingizni bu yoqqa olib qochganligingizni bir o'ylang-da, qalbingizda shunaqa bir xotirjamlikni his qilasiz. U ko'zi bilan zino qilgan, bunaqa halovatda borligini ham bilmaydi. Demak, mana shu kishi endi hakim inson bo'ldi. Ilmni eshitdi, Allohning buyrug'i ekanligini bildi, amal qildi. Endi bu odam hakim inson bo'ldi. Chunki ana shu halovatni amalda topdi. Fe'lan topdi. Buyruqni topdi, amal qildi, halovatni his qildi. Hadisni eshitdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "Man ja'alal humuma hamman wahidan, hamma akhiratihi kafahullohu hamma dunya." Hadis qarang go'zalligini. Kim hamma g'amlarni bitta g'amga almashtirib olsa, oxirat g'amiga, Alloh bu bandaning qolgan g'amlariga o'zi kifoya qiladi. Eshitdi, qabul qildi, Rasulullohning so'zi ekan, amal qildi. Hamma g'amda bir chekkaga surib qo'yib turib, nima qilsam Alloh mendan rozi bo'ladi degan savol bilan, g'am bilan yashadi. Alloh haqiqatan qolgan g'amlarni o'zining zimmasiga oldi. Amal qildi, halovatni his qildi va eng muhimi natijani ko'zi bilan ko'rdi. Alloh deyish kerak ekan, bandasini maqtagani, bandasini yomon ko'rgani hech narsa emas ekan.
Bandasini patnoshga bergan hech narsa emas ekan. Alloh qo'llasa hech narsa emas ekan deydi-da, endi u hakimga aylandi. Yana mana bu hadisni eshitdi. Innaka lan tada'a shay'an ibtigha Alloh illa ataka Allohu khayron minhu. Sen qaysi bir narsani Alloh uchun tark qilsang, Alloh senga undan yaxshiroq narsani beradi degan ilmni eshitdi, hadisni eshitdi. Amal qildi, endi yana bu yerga halovatni topdi va Alloh taolo unga tark qilgan narsasidan yaxshiroq bergan narsani ko'rdi, yana hakimga aylandi. Tushuninglar, eshitib turib amal qilmasak, u ilmimiz, o'qib yodlagan hadislarimiz bizga foyda qilmaydi. Eshitdingiz, qabul qildingiz, endi amal qiling. Hikmatni eshitdi, hadisni eshitdi. Shubhali katta qo'liga boylik kelib qolsa ham shart tark qila oladi. Tark qiluvdi, Alloh undan yaxshisini berdi. Buni ham ko'rdi. Mana endi bu odam tajriba egasiga aylandi. Ukburi aytganidek, diqqat. Qur'oni Karimning lafzlari uning hofizlaridan olinadi. Qur'oni Karimni hofizi Qur'onlardan olamiz. Mahrajini, qoidasini, tajvidini, harflarda chiqadigan o'rnini. Qur'oni Karimning lafzlari uning hofizlaridan olinadi. Uning ma'nolari esa uni anglaganlardan olinadi. Ya'ni oyatni o'qidi, ma'nosini tushundi, hayotida tatbiq qildi, ko'rdi natijani. O'sha odamdan o'rganamiz Qur'onning ma'nolarini, hadisning ma'nolarini. O'shuning uchun gapirib qo'ysanglar undan olinavermaydi. Qarash kerak. Aytayotgan narsasini o'zi amalini qilganmi va natijasini ko'rganmi? Agar natijasini ko'rgan bo'lsa, shu odamdan olinadi. Qoidani tushundinglarmi? Qur'oni Karimning lafzlari uning hofizlaridan olinadi. Qur'oni Karimning ma'nolari esa uni anglagandan olinadi. Agar ana shu eshitgan ilmiga amal qilgan bo'lsa, ana shu amalining mevasini ko'rgan bo'lsa, ana shu mevani ta'mini totib ko'rgan bo'lsa, bu odam hakim bo'ladi. Mana shunday odam gapirsa, eshitganlar foyda topadi. Chunki u qalbidan gapiryapti, totib ko'rib gapiryapti, boshidan o'tkazib turib gapiryapti. Qadimda aytilar ekan, qalbdan chiqqan so'z, qalbni tub-tubidan ishonib aytilgan so'z qalblarga ruxsatsiz kirib boradi. Og'izdan chiqqan so'z esa quloqdan u yog'iga o'tmaydi. Odamlar qachon sizning so'zingizdan foyda topadi? Qachonki u so'zingizga o'zingiz amal qilib, samarasini topgan bo'lsangiz, ta'mini totgan bo'lsangiz, boshingizdan o'tkazgan bo'lsangiz. Misol, bir joyga dam olgani bormoqchisiz. Falon kurortga boraman dedingiz, ro'parangizda turgan odam, "Yo'q, u yerga emas, falon joyga boring" dedi. Juda ham maza qilib dam olib kelasiz. Sharoitlari oliy dedi. Bitta savol berasiz. Qanaqa savol u? Siz o'zingiz borganmisiz u yerga deysiz. Desiz, "Yo'q" deydi. Men ham eshitganman deydi. Uni gapini ta'siri qanchalik bo'ladi sizga? Endi sizga o'sha maslahat berayotgan odam haqiqatan borib kelgan bo'lsa-chi? Uni gapi boshidan o'tkazib, tajribasidan o'tkazib, ta'mini tottirib gapiryaptimi? Demak, uni so'zi sizga albatta ta'siri qattiq bo'ladi. Keyingi hikmatga quloq solamiz. Man samiya shay'an min ulumil qawm wa lam ya'mal bihi kana hikayatan yahfazuha ayyaman thumma yansaha. Qarang. Kim bir qavmning ilmidan bir narsani eshitib turib, unga amal qilmasa, bas u eshitgani hikoyadir. Bugun eslab qoldi, ertaga unutadi. Qaytaramiz. Kim bir qavmning ilmidan bir narsani eshitib turib, unga amal qilmasa, bas eshitgani hikoyadir. Bugun eslab qoldi, ertaga unutadi. Shuning uchun quruq so'z, gap bilan ish bitmaydi. Ta'limning eng yomoni quruq og'zaki gap. Ta'limning eng yomoni quruq og'zaki ta'lim. Minglagan so'zlar, minglagan ma'nolar, hikmatlar o'quvchiga taqdim qilinadi. Kitoblarda yozilgan narsa o'qib tushuntirib beriladi, xolos.
talabalar u hukumatlarni boshidan o'tkazmaganligi uchun, bu haqiqatlarni ko'rmagani uchun muallimadan eshitgan narsalar imtihon qilinsa so'zma-so'z yodlab olgan aytib beraveradi. Imtihonni o'tib oladi. Endi ana shu imtihondan o'tgan talabalarni chaqirib turib, 1 yildan keyin shu narsani yana so'rasangiz, endi aytib bera olmaydi. Chunki nima qilgan u? Imtihondan o'tib olishligi uchun yodlab olgan xolos. Ular og'zaki, quruq ta'limni olgan, hayotda ko'rmagan, boshidan o'tkazmagan. Kerak bo'lganida aytib beraveradi yozib, lekin bu ilmi tajribaga asoslanmagan, tajriba bilan his qilinmagan. Ammo agar o'rgangan narsangiz, amal qilgan bo'lsangiz, tajribangizdan xulosa olib, his qilgan bo'lsangiz, 50 yildan keyin ham nima qilmaysiz uni? Unutmaysiz. Eng afzal ta'lim tajriba va praktika bizning tilimizda. Dengizda umuman ko'rmagan, dengizga bir marta kemada chiqmagan odam dengiz haqida maqolalar o'qiydi, videoroliklarni ko'radi, suratlarni tomosha qiladi. Xo'p, yaxshi. Shu bilan dengiz cho'p qoldimi endi u? Ana oddiy misol. Yo'q. Bular uning kallasidagi quruq ma'lumot xolos. Bugun bor, ertaga yo'q. Dengizga chiqsin, buni o'rniga suvga tushsin, to'lqinlarni ko'rsin, bir amatda bir cho'kib ketishga yaqin bo'lsin, dengizni, okeanni kuchini, quvvatini ko'rsin. Shundan keyin u dengizni nimaligini bilib oladi. Mana shu ilm haqiqiy ilm bo'ladi. Chunki nima orqali olindi u ilm? Tajriba orqali. Shuning uchun aytayapmiz-da. Sizga nasihat qilayotgan odamni gapi qalbingizga kirmayotgan bo'lsa, bilingki quruq ma'lumot. Endi sizga gapiryaptimi? Qalbingizga tushyaptimi loppa-loppa qilib? Demak, boshidan o'tkazgan. Tajriba orqali topilgan ilm umuman boshqa narsa. Shuning uchun yoshlar, sizlargachi kattalar nasihat qiladi. Aqlli, xushli, din diyonatli, halol haromni bilgan, ilmli, yoshi ulug' insonlar bir narsani nasihat qiladi. Malollanmanglar. Malollanmanglar. Chunki ular sizlarga aytayotgan narsalarini boshidan o'tkazib turib aytayapti tajriba qilib. O'zlari hayotida ko'rgan, kechirgan, ularning sizlarga gapirayotgan ilmi tajriba ustida qurilgan. Prosta xulosa olib qo'yinglar-da. Foyda topasizlar. Yutuq sizlarda bo'ladi. Ustozingga irg'ima, ota-onangning nazaridan qolma, odamlarga zulm qilma, duo ol bolam, o'sasan desa, dadam ham qarib qoldi. Men bitta gapini 10 martadan nima qiladigan bo'lib qoldi. Ukburi aytganidek, takrorlaymiz, Qur'oni Karimning lafzlari uning hofizlaridan olinadi, uning ma'nolari esa uni anglaganlardan olinadi. Demak, ma'nolar Qur'onni oyatlarini, payg'ambarning hadislarini anglagan, ularga amal qilib, boshidan tajriba bilan o'tkazgan odamlardan olinadi. Agar Alloh bilan bo'lgan muomalada tajribang bor bo'lsa, agar Allohga yaqin bo'lishni ta'mini totib ko'rgan bo'lsang, agar istiqomani nimaligini his qilgan bo'lsang, agar Alloh qalbingga sakinatni joylagan bo'lsa, agar iymonni rohatini totigan bo'lsang, agar bergan 1 so'mingni Alloh taolo 1000 so'm qilib ko'paytirganligiga guvoh bo'lgan bo'lsang, agar Alloh uchun bir narsadan voz kechganingda senga undan yaxshiroq narsa berganini ko'rgan bo'lsang, eshitgan oyat hadisini tatbiq qilib, uni samarasini ko'rgan bo'lsang, demak sen haqiqiy da'vatchi bo'lsan. Tushunarlimi? Chunki siz birni beruvdingiz, Alloh 10ni berdi. Bitta narsadan voz kechuvdingiz, Alloh undan zo'rrog'ini berdi. Bitta narsadan voz kechuvdingiz, Alloh undan zo'r ikkita narsani berdi. Chunki nima qildingiz o'zingiz? Totib ko'rdingiz, hidab ko'rdingiz, ishab ko'rdingiz, yeb ko'rdingiz, kiyib ko'rdingiz. Agar sen gapirsang, shunday bo'lib turib, odamlarning qalbida gaping albatta o'zini joyini oladi. Iymoniy tajribangni aytib da'vat qilsang, so'zlaring odamlarning qalbiga albatta ta'sir qiladi. Shuning uchun agar biz Allohning diniga da'vat qiluvchi haqiqiy doi bo'lishni xohlasak,
eshitgan, bilgan narsamizga amal qilaylik. Amalda sobit bo'laylik, xolis bo'laylik. Alloh taolo mevalarni bergandan keyin odamlarga qiladigan da'vatimizning ta'siri haqiqiy bo'ladi. Alloh tarafidan bizga berilgan sakinatni his qilsak, qilgan amalimizga Robbimiz bir inomni berganini ko'rgan bo'lsak, shundagina bizning da'vatimizga foydasi bor bo'ladi. Shundagina bir og'iz so'zimiz odamlarni qalbiga joylanishi oson bo'ladi. Hikmat, takrorlaymiz, kim bir qavmning ilmidan bir narsani eshitib turib, unga amal qilmasa, bas u eshitgani hikoyadir. Bugun eslab qoladi, ertaga unutadi. Yahyo ibn Muoz aytadi, haqiqiy murid uchun eng og'ir ish uning tabiatiga zid bo'lgan odam bilan ulfat bo'lish. Agar siz haqiqiy murid bo'lsangiz, Allohning yuzini, payg'ambarning roziligini haqiqatan istayotgan odam bo'lsangiz, Allohdan uzoq bo'lgan odamlar bilan birga bo'lishlik siz uchun og'ir ish bo'ladi. Qaytaraman, haqiqiy murid bo'lsangiz, Allohning roziligi birinchi maqsadim degan niyatingiz haqiqiy bo'lsa, mana shu yo'lga teskari bo'lgan odamlar bilan birga o'tira olmaysiz. Hazillari, bachkana, so'zlari bemaza, qiliqlari sovuq, mulohazalari umuman bunaqa odamlar bilan birga bo'lishlik siz uchun mashaqqat bo'ladi. Ammo buni o'rniga qalbingiz o'shanaqa odamlar bilan birga bo'lishga intilayotgan bo'lsa, bu siz uchun xatarli holat. Endi o'ylang, hammomga kirdingiz. Chiroyli yuvinib chiqdingiz ustingizga. Eng yaxshi kiyimlarni kiyib, atirlarni zo'rini sepib, o'sha holatda molxonaga kirib ketaverasiz mol tozalagani? Agar shunday qilsangiz, sizni kim deyish mumkin? Esi joyida emas ekan deyish mumkin. Agar siz Allohdan uzoq bo'lgan dunyo ahllarining suhbatini yoqtirayotgan bo'lsangiz, ularning so'zlari sizga yoqayotgan bo'lsa, ular bilan birga bo'lishlik sizga yoqimli bo'layotgan bo'lsa, bilingki siz ularning bittasisiz. Murid inson uchun eng og'ir narsa sulukiyati unga teskari bo'lgan odamlar bilan birga bo'lish. Murid inson uchun eng og'ir narsa sulukiyati buning sulukiyatiga teskari bo'lgan odamlar bilan birga bo'lish. Murid qilayotgan har bir ishiga bitta o'lchov bilan qaraydi. Shu ishni qilsam Alloh mendan rozi bo'ladimi yo norozi bo'ladimi? Aytdik-ku tevadagi hadisda, kim hamma g'amda bir chekkaga surib, bitta g'amga aylantirib olsa shu g'amlarini, qolgan g'amlariga Alloh o'zi kifoya qiladi. Bu as-sodiqul masduq bo'lgan Muhammad alayhisolamning va'dasi. Rasululloh yolg'on gapirmaydilar. Endi Alloh bizni dunyo g'amlarimizga, boshqa g'amlarimizga kifoya qilmayotgan bo'lsa, demak hali biz birinchi shartni bajarmabmiz-da. O'shuning uchun muammo tugamaydi-da hayotda. Uyni solib qizni chiqarsam problemam tugadi dedingiz. Qildingiz shu ishni, lekin muammo tugamadi. Endi o'g'lim uylab mashinamni yangilab olsam zo'r bo'ladi dedingiz, qildingiz, yana tugamayapti. Tushuning, siz bu jismoniy xatti-harakatingiz bilan, tirikchilik, kasb-koringiz, pul topish bilan dunyo muammosini hal qila olmaysiz. U muammolarni Alloh hal qilib beradi. Faqat Alloh hal qila oladi. Qachon hal qilib beradi? Hamma g'amingizni bitta g'amga almashtirsangiz. Ro'zg'or deb qo'yadi. Zo'r so'zmashi. Nima degani u? G'or deganida, to'lmadimi? To'lmadi, to'lmaydi. Biz bilan menda million yo'q edi, men millioni borlardan ham so'rayman-da. Millioni borlar ham aytadi, to'lmaydi ekan deydi. Demak, haqiqiy murid inson bironta ishga kirishidan oldin avval bitta savolni beradi. Mana shu ishni qilsam Alloh mendan norozi bo'ladimi, rozi bo'ladimi? Agar shu savolga javob bilan yashasa hayotida, bitta savoli shu bo'lsa hayotda, boshqa g'amingizni Alloh o'zi hal qilib qo'yar ekan. U siz aqlingiz yetmaydigan tomondan hal qilib qo'yar ekan. Shuning uchun u muridning shiori hayotda: Ilohim, maqsadim o'zingsan. Roziliging meni umidim. Shu narsada yashaydi.
Ilohim, Parvardigorim, maqsadim o'zing. Roziliging meni umidim. Murid inson maqsadiga yetish uchun unga 3 ta narsa kerak. Birinchisi qabul qiluvchi toza, tayyor qalb. Nimani qabul qilishga tayyor bo'lish kerak u qalbi? Ilmni. Qalbi tirik bo'lish kerak. Nafsi qalbi tirik bo'lish kerak. Agar nafsda mana shu sifat bor bo'lsa, shunda unga ta'lim kiradi. Demak, qabul qiluvchi tirik qalb kerak. Ilmda aytsa qabul qilasiz. Ikkinchisi da'vat. Ilmga asoslangan da'vat, adolatga asoslangan da'vat, voqelikka, hayotga to'g'ri keladigan da'vat, mantiqqa to'g'ri keladigan da'vat. Agar mana shu da'vat insonning tabiatiga mos bo'lmasa, bu da'vat foyda qilmaydi. Insonning tabiatiga mos bo'lgan haqiqiy da'vat. Uchinchisi to'siqlardan xoli yo'l, toza yo'l. Agar sen yo'lingni tozalab olsang, to'g'ri da'vat ustida bo'lsang va qabul qiladigan ilmni nafsing tayyor bor bo'lsa, maqsadingga yetishliging mumkin bo'ladi. Allohga yetishing imkoniyati bo'ladi. Tayyor qalb ilm uchun, to'g'ri da'vat va toza yo'l. Mana shulardan bittasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, murid Allohga yeta olmaydi. Aytilish kerak bo'lgan oxirgi fikr, murid asosan 2 ta holatni boshidan kechiradi. 2 ta holatdan bittasida turadi. Kenglik holati, torlik holati. Torlik holati xavf sababli, xavf orqali keladi. Kenglik holati umid orqali keladi. Endi torlikka kirib qolishning sababi 2 ta. Nuqson yoki ma'siyat. O'zingizni tor his qilyapsizmi? Yuragingiz siqilyaptimi? Kenglik yo'qmi? Demak, bu yerda bir xato ish qilgansiz, nuqsonli ish yoki gunoh qilgansiz. Yoki kimnidir haqqini bermagan bo'lasiz. Bu sabab tavba va xatoni to'g'rilashni taqozo qiladi. Yoki murid bu torlikning sababini bilmasligi mumkin. Nima uchun bunday torlikka kirib qoldi? Otasini xafa qildi, qalbi torayib qoldi. Falonchini haqqini yeb qo'ydi, yuragi siqilib qoldi. Mana shu torligining sababini bildi. Endi uni tuzatish kerak. Endi yuragida, qalbida torlikni his qilyapti, sababini bilmayapti. Unda nima qilish kerak? Unda sabr qilish kerak. Ehtimol bir hikmati bordir. Vaqt o'tish bilan mana shu hikmat ayon bo'ladi, bilinadi. Endi ikkinchi holat, kenglik holatida, qalbi keng bo'lib turgan holatda murid qalbida huzurni, halovatni, oliy ma'naviyatni, iqbolni his qiladi. Endi bu holat fitna, imtihon, sirpanchiq. Ya'ni qalbi keng, xotirjam, halovatni his qilyapti, maza qilyapti. Xatar shu. Nimasi xatar? Shunday holatda o'zi haqida baland fikrda bo'lib qoladi. Demak, men zo'r bo'lib qolibman deb turib, o'zingizga baho berib siyg'alanib ketib qoladi oyog'ingiz. Alloh bizga berdi, shuning uchun biz zo'rligimiz uchun berdi emas. Yo'q, bunga loyiq emasmiz biz. Allohning fazli bo'ldi deb tursangiz, oyog'ingiz yerda turadi, siyg'alanib ketmaysiz. Demak, muridning ustida 2 ta holat bo'ladi. Torlik, kenglik. Torlik qilgan xato, kamchilik, gunoh sababli bo'ladi. Nima qilish kerak bunda desa, shu gunohni, xatoni tuzatish kerak. Kenglik holati xotirjamlikni, halovatni his qiladi. Bu zo'r holat, lekin bu xatarli holat unga. Nima uchun? O'zidan ketib qoladi. Bu holatda banda hushyor bo'lishligi kerak bo'ladi. Agar ustingizga torlik holati kelib qolsa, uni sababini qidiring. Agar sababini topsangiz, tuzating, tavba qiling. Agar uni sababini topa olmasangiz, sabr qiling. Chunki bu ishda albatta bir hikmat bor bo'ladi. Allohning ishlari behikmat emas. Kenglik holati kelib qolsa, unga aldanib qolmang, chunki bu imtihon. Xatoga, kibrga, ujubga kirib qolmang. Kenglik sizni istiqomadan chiqarib qo'ymasin, men zo'r bo'lib ketibman o'sha deb. O'ziga katta baho berib qo'ymang, adashib qolmang. Darsimizning xulosasi: agar seni holating bilan
sen o'zing yetmoqchi bo'lgan holat orasida katta masofa borligini ko'rsang, bas bilginki, bu sening irodangning zaifligi sababidan. Irodangning zaifligini sababi esa ilmingning ozligi sababidan. Alloh azza va jalla ilm o'qib, Allohni tanib, ana shu irodasi quvvatli bandalardan bo'lishimizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Wassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.